dunyoga endigina keldi. Hali nafas olishga ulgurmasdan og'ir operatsiyaga muhtoj bo'ldi. Tayoqday ozg'in tanasi bilan hayot uchun kurashdi va bu kurashda uni yolg'iz qoldirishmadi. Mana 5 yildirki, Bolalar milliy tibbiyot markazi minglab go'daklar uchun hayot eshigini ochib bermoqda. Bu yerda og'ir tashxislar umidga, oyoqqa tura olmaydiganlar qadam tashlashga erishmoqda. Yilning 20-may sanasida Prezidentimiz markazga tashrif buyurgan payti davlatimiz rahbari bu maskanni milliy boyligimizga tenglashtirgan edi. Haqiqatan ham 5 yil ichida markaz buni ko'p bora isbotladi. Hurmatli Prezidentimiz faoliyatlarining ilk yilida Bolalar milliy tibbiyot markazi qurilishiga start berilgan. 2017-yil qurilish jarayonlari boshlangan. 3 yil davomida qurib bitkazilgan. Loyihaning maqsadi shundan iborat ediki, shunday bir mukammal tizim bo'lsin, mukammal dargoh bo'lsin, bolalarga xizmat ko'rsatadigan, bu Markaziy Osiyoda yagona bo'lsin, nafaqat O'zbekistonda. Va markazimizning maqsadi O'zbekistonda shu paytgacha mavjud bo'lmagan, dunyo tibbiyotida eng oxirgi zamonaviy yaratilgan tibbiy usullarni olib kelish, O'zbekistonda o'zlashtirish, markazimizda o'zlashtirish va O'zbekistonga tatbiq qilish. Bu borasida 2020-yil markazni faoliyatiga start berilgan bo'lsa, 3 yilda mukammal noldan qurilgan tibbiyot markazi mutaxassislar chet elda o'qitib kelinib, eng oxirgi zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan markaz 3 yilda faoliyatiga start berilishi bu global ish desa ham bo'ladi. Qiymati $130 million ziyod bo'lgan mazkur markaz Koreya Respublikasi ko'magida Baum korporatsiyasi loyihasi asosida barpo etilgan. Bu yuqori texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan bolalar tibbiyot muassasasi hisoblanadi. Uning imkoniyatlarini bugungi kunda dunyoning manaman degan ekspertlari e'tirof etmoqda. Bolalar urologiyasi, bolalar kardioxirurgiyasi, bolalar kam invaziv kardioxirurgiya yo'nalishlari bo'yicha markazimiz bugun dunyoda o'z o'rniga ega bo'lgan markaz hisoblanadi. Ba'zi bir yo'nalishlarda biz dunyoning eng kuchli 20 ta davlati orasida yuramiz. Bu xalqaro e'tirof bilan boshlasam, markazimiz o'sha O'zbekistonda davlat tibbiyot tizimi orasida hozirgi kungacha yagona va birinchi bo'lib Amerikaning GSA akkreditatsiyasini qo'lga kirgizgan markaz hisoblanadi. Bu akkreditatsiya hozir shu biz akkreditatsiyani qo'lga kirgizganimiz 23-yil mart oyida edi. 1082 bo'lib bu akkreditatsiyadan o'tgan markaz hisoblanamiz dunyo bo'yicha va o'shanda xalqaro ekspertlarning markazimizga kelib hurmatli prezidentimizga e'tirof berib ketishdi. Biz shu paytgacha ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga o'sha GSA akkreditatsiyasidan o'tkazib sertifikat taqdim qilganmiz. Hammasi ko'p tarmoqli shaklida edi. Hozirgi kunda birinchi bo'lib alohida bolalar shifoxonasiga biz akkreditatsiyadan o'tkazib GSA akkreditatsiya sertifikatini topshirayapmiz. Bu ham dunyoda birinchisi bo'ldi. Alohida bolalar slujbasiga buncha e'tibor berilgan davlatga hali biz bormagan edik, balki bundan keyin tajribalarimizni bo'lisharmiz boshqa davlatlar bilan degan fikrlarni taqdim qilishdi. Oxirgi 8 yil ichida sog'liqni saqlash tizimida yangi samarali mexanizm ishga tushirildiki, endi tuman miqyosida bajarilishi qiyin bo'lgan jarrohlik va tibbiyot amaliyotlar viloyat markazlariga yo'naltirilmoqda. Agar viloyat darajasida ham yetarli shart-sharoit bo'lmasa, bemor respublika miqyosidagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalariga yuboriladi. Bu esa aholining yuqori malakali tibbiy xizmatga bo'lgan dastlabki qadamidayoq yetib borish imkoniyatini oshirmoqda. Ayniqsa og'ir xastalikka chalingan bolalar uchun bu tizim ayni muddao. Ular viloyatlardan to'g'ridan-to'g'ri bolalar milliy tibbiyot markaziga yo'naltiriladi. Bolamni chaqaloqligidan faqat har zamonda bir 4 oy 5 oyda pриступ berib qolardi. Oshqozon zasarina bo'lib, tashxis o'sha o't yo'lini oshqozon osti bezi bilan yon o'tgan joyida kista bor ekan, kista. O'shani olib tashlashdi. Men bu yerga Samarqand viloyatidan keldim, Urgut tumanidan. Samarqand ham zo'r, Samarqand ham rivojlangan. O'sha narsani aniqlamasdan berib yubormasdimiz. O'sha narsani bilib, buni mutaxassisi biz ojizmiz. Buni
operatsiyasini kattalardiki bor, bolalardiki bizda yo'q dedi. Shu yoqda mutaxassis deb yuborish. Mana meditsina rivojlangan qarang, baraka topsin, yurtboshimiz ham shu narsalar olib kirib keldi shu yerga. Rosti bilan olib kirib keldi. Chet elga borib qilib kelish uchun u yoqda yurishni o'zi, u yoqqa borishni o'zi bo'lmaydi. Toshkentga kelishga qiynalganmiz. Bu chet elda qo'ying. Lekin Xudoga shukr, rosti bilan hozir yaxshi. Men nima deyman? Mana shu yerdagi doktorlarga, shu yerda boshqarib turgan har bitta xodimga, sanitarkasidan tortib glavovrachlarigacha hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Bolam 2 oyligidan tekshirtirishni boshlaganimiz, ko'rmasligini 2 oydan keyin bildik. Ko'z orqasida 4 parda yirtilishi deyishdi. Bu juda ham katta operatsiya turiga kirishar ekan. Biz Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanidan keldik. Bu yoq doktorlar ko'nglimiz ko'tarishdi kelganimizda. Operatsiyaga kirib ketishdi. Allohga shukr, juda ham yaxshi natija bilan chiqishdi. Doktorlardan minnatdorman. Ko'rib ketishiga umid bor ekan, mana hozircha anglayapti-da, shu narsa yo'q edi. Ko'rsatsangiz ko'zlari narsalarni anglayapti. Bu yerga kirib umuman ko'zi ko'rmagan bolachalar ko'zi ochilib chiqib ketganlar ko'rdik. Hamma minnatdor bo'lib ketyapti. Allohga shukr, rahmat. Farzandimiz tug'ilganda roddomdagi vrachlar aytishganki, 3 xil tabletka berishgan. Bularni ichkizib tursangiz, yuragingizdagi teshiklari bekiladi, qolganini operatsion yo'l bilan tuzatsa bo'ladi deyishgan. Men o'shanga ishonganman. Keyin 1 oygacha farzandimga o'sha dorilarni vaqtida berib muntazam qarab turganman. Keyin 1 oylikka to'lgandan keyin tekshiruvga olib borganmiz, lekin o'zgarishlar bo'lmaganligi sababli bizni Farg'ona shahriga davolanishga jo'natishgan. Ertaga Azamatjon vrach aytishganki, bu dorilar bilan tuzaladigan kasallik emas. Bu yerda yotsalar qo'shimcha kasallik orttirasiz, keyin bolangiz og'irlashib qoladi deyishgan. Keyin shu yo'l bilan u yerdagilar shu bolalar milliy tibbiyot markazini tavsiya qilishdi. Biz o'sha kuniyoq order orqali 3-mart kuni shu yerga yetib keldik. 11-mart kuni farzandimizni operatsiya qilishdi. Farg'ona viloyati Rishton tumanidan kelganman. Doktor qishlog'idan. Men qizim shunaqa tug'ilgandi. Milk yo'q edi maytda. Shunga milk qo'yishdi. Chiroyli qilib edi. Oldin yo'q edi maytlar past edi-da. Hozir chiroyli qilib qo'yganiga o'zi ham xursand qizim. Mana order bilan deyishdi, order bilan qilib, bitta ham qiynalganim yo'q-da. Prezidentimizga ham rahmat, doktorlarga ham rahmat. Shunchalik sharoit qilib berishganiga. Shu paytgacha mana markazlarimiz 50 yilda, 40 yilda, 30 yil bo'lgan markazlar bor. Ochilganiga yuqori darajadagi natijalarga erishilyapti, e'tirof qilinyapti. Men shuni faxrlanib aytamanki, bizni o'sha markazimizni loyihachisi hurmatli prezidentimiz va ular yaratgan mukammal loyiha natija berish uchun 50 yil talab qilinmadi. Bu yaratilgan loyiha 5 yilda o'z natijasini ko'rsata boshladi. Bunga misol qilib aytaman, biz chala tug'ilgan bola 1 kilogramm 800 grammlik bolani o'sha juda mukammal bo'lgan tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan transpozitsiya magistral sosudov o'sha qon tomirlarining almashib joylashuvi. Bu yuqori darajadagi amaliyot talab qiladigan, texnologiya talab qiladigan amaliyot hisoblanadi va shu paytgacha bu amaliyotlar viloyatlarda yoki respublika markazlarida amalga oshirilmagan yaqin kunlargacha. 1 kilo 800 gramm tug'ilgan, chala tug'ilgan bolachani yuragini to'la-to'kis radikal korreksiya qilib, bu qulupnaycha keladigan yurak hisoblanadi. Shuni radikal korreksiya qilib amaliyotini o'tkazib 2,5 kilogacha o'stirib, uni uyiga joy berganmiz. U sog'lom hayotini ilk kunlarida u sog'lom odamlar qatorida hayotini kechiradi va u kelajakda nogiron bo'lmaydi. Bundan bir necha yil avval markazda kichik yoshli bemorlarda ilk bor umurtqa pog'onasi qiyshiqligi kasalligini radikal korreksiyasi amaliyoti yo'lga qo'yildi. Vaholanki bungacha mazkur amaliyotlar Turkiya va Hindiston davlatlarida 20 ming, 25 ming AQSh dollari evaziga amalga oshirib kelingan edi. Shuningdek, 2023-yilda markazda birinchi marta bolalarda buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi mahalliy mutaxassislar ishtirokida bajarildi.
2023-yilning o'zida O'zbekistonda ilk bor oqqon kasalligiga chalingan bolalarda suyak ko'magi autotransplantatsiyasi amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. Mazkur muolaja Turkiya va Belarus davlatlarida 120-170 ming AQSh dollari evaziga qilinishini inobatga olsak, ushbu amaliyotning yo'lga qo'yilishi mamlakatimiz tibbiyotida erishilgan katta yutuqlardan biri bo'ldi. Bolalar milliy tibbiyot markazida yana bir noyob operatsiyaga qo'l urildi. Namanganlik 10 yashar Xadicha ismli qizaloqqa kamdan kam uchraydigan yurak ichidagi exinokokos tashxisi qo'yilgan edi. Ammo uni olib tashlash oson kechmadi. Negaki bu turdagi operatsiya dunyo bo'yicha keng yo'lga qo'yilmagan. Bizda esa hali ochilmagan qo'riq desa bo'ladi. Ana shunday murakkab sharoitda bolalar milliy tibbiyot markazining malakali mutaxassislari hamda shvetsariyalik mashhur jarroh Paul Robert Vogt bilan birgalikda bunga jur'at qilishdi. Shu tariqa operatsiya muvaffaqiyatli o'tkazildi. Uni xavfi 40% yoriladi. U suyuqlik yiqqan kapsula bo'ladi. Shu operatsiya qilmasa yorilib ketish xavfi baland. Yorilgandan keyin u insult, infarkt, TELA degan asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun operatsiyaga oldik. Shvetsariyalik kardioxirurg va germaniyalik kardioxirurglar kelishgan. Biz ular bilan anchadan beri hamkorlik qilib turamiz. Birinchi kelishlari emas buni. Shunaqa noyob operatsiyalarni birga o'tkazib, xalqimizga xizmat qilamiz. Yaqinda bu yerda yana bir noyob operatsiya bajarildi. Kardioxirurgiya bo'limi mutaxassislari qashqadaryolik 13 yoshli bolani dunyo miqyosida kam kuzatiladigan yurak nuqsoni, ya'ni Epstein anomaliyasi bo'yicha jarrohlik amaliyotini o'tkazdilar. Bu xastalik yurak nuqsonlari bo'lgan barcha bemorlarning 0,5% da uchrashi bilan alohida ajralib turadi. Bu holatda trikospid qopqoq, ya'ni yurakning uchta pardasi noto'g'ri rivojlanadi va ichida qon aylanishi buziladi. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Bolachamizda konusni rekonstruksiya deydi. Ya'ni o'sha 3 tabaqali klapanni hamma tabaqalarini joyidan siljib joylashgan klapanlarni hammasini o'z joyiga olib chiqib, rekonstruksiya qilib, o'rnatish bilan iborat shu operatsiyamiz. Ushbu holatda Epstein anomaliyasini og'ir turi bo'lishiga qaramasdan 2 qorinchalik yurak operatsiyasini bajarish imkoniyati bo'ldi. Bundan juda ham xursandmiz. Bolalar milliy tibbiyot markazida yaqinda yana bir yangi amaliyot. O'zbekiston tarixida ilk bor angiovaskulyar usulida Abernetty sindromiga qarshi jarrohlik muolajasi o'tkazildi. Mutaxassis fikrlariga ko'ra, ushbu sindrom juda kam uchraydigan hamda bolalarda og'ir asoratlarni keltirib chiqaradigan kasallik hisoblanadi. Bu holatda jigarga kelishi kerak bo'lgan qon yurakka yo'naladi va natijada jigar qon ta'minoti buzilib, u o'z vazifasini to'liq bajara olmay qoladi. Samarqandlik 3 oylik go'dakda ushbu xastalik aniqlangach, bolalar milliy tibbiyot markazi shifokorlari tomonidan u atroflicha tekshiruvdan o'tkazildi hamda zarur muolaja usuli ishlab chiqildi. Jigarning qon aylanishini tiklash va kasallikni bartaraf etish muhimi, bola hayotini saqlab qolishga qaratilgan ushbu usul asosida juda kam uchraydigan xastalik muvaffaqiyatli muolaja qilindi. 3 oylik chaqaloq bo'lganligi uchun texnik qiyinchiliklarga duch keldik, lekin shunaqa bo'lsa ham juda ham muvaffaqiyatli bajarildi, embolizatsiya qildik, tomiri yopdik. Natijada bu anomal tomir yopilishi boshlagandan keyin jigarga boshqa tomirlar orqali yana qon yurishi ko'paydi va bu O'zbekistonda ilk marotaba bajarilishiga qaramasdan natijasi juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Hozirda bunday operatsiyalar markazining oddiy amaliyotiga aylangan. Prezidentimiz saylovoldi dasturlarida xalqqa bitta va'da bergandilarda, onkologiya xastaligi bilan kasallangan bolalarda suyak ko'magini transplantatsiyasini amalga oshiramiz deb va'da beruvdilar. Buni ham biz jamoamiz bilan shu paytgacha 30 ga yaqin bolachani onkologiya bilan kasallangan bolalarni suyak ko'magi transplantatsiyasini o'tkazdik va bularning asosiy qismida o'sma kasalligi batamom bartaraf qilingan. Bu qaytalanganligi yo'q. Ular bizning doimiy nazoratimizda. Ular yuksak aniqlik va tezlikda bajarilmoqda. Hozir biz 2,5 yoshli qizaloqda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini bajaryapmiz. Baxtga qarshi bemorimizda o'sha tug'ma sidik nalilarini sidik qopligiga kelib tushadigan joyda tug'ma nuqson bo'lgan va shuni hisobiga
siydik orqaga buyrakka qaytib chiqish jarayoni kuzatilgan va bu esa kelajakda o'sha buyrakni faoliyatini pasaytirishga olib kelgan qisman. Vaqtga qarshi boshqa bir necha klinikalarda va qolaversa chet el klinikasida ham davolangan bu qizimiz. Oxir oqibat bizga kelib murojaat qilishdi. Hozir biz o'sha siydik naylarni qaytadan ko'chirib o'tkazib va o'sha qovuqqa orqaga qaytmaydigan qilib o'tkazish operatsiyasini bajaryapmiz. Bir yilda bizning bo'limimizda 1000 dan ortiq shunaqa yuqori texnologik operatsiyalar bajariladi. 5 yil ichida biz 5000 dan oshiq operatsiya bajardik. Bu operativ muolajani biz juda ko'p qilamiz. Laparoskopik o't yo'llarida chaqaloqda operatsiya muolajasi. Bu operativ muolaja kamdan kam davlatlarning o'zida qilinadi. Odatda juda tez o'tadi, lekin bu holatimiz juda og'ir holat. Bu jigar sirrozi, kuchli sirrozi bilan dekompensatsiyalangan, ya'ni oxirgi bosqichi bilan chaqaloq kelgan. Hayotiy ko'rsatma bo'yicha hayotini saqlab qolish uchun operatsiyaga muolajaga oldik, chunki agar operatsiyani qilmasak bola yashamas edi. Ya'ni siz hozir vaqtdan yutdingiz. Vaqtdan yutdik. Albatta bu juda xavfli operativ muolaja, juda yuqori risk. Lekin operativ muolaja muvaffaqiyatli o'tdi, qiyinchilikka qaramasdan. Hozir shunday amaliyotlar ustida bosh qotiryapmizki, homiladorligida 26 haftaligida aniqlanadigan bitta shunday tug'ma neyroxirurgik patologiya bilan tug'iladi bolacha. Spina bifida deydi uni, o'sha orqa miya cho'rasi. O'shani u bola tug'ilganidan keyin amaliyot o'tkazadigan bo'lsak, uni bartaraf cho'rasi bartaraf qilingandan keyin o'sha nerv oxirlari o'tadigan kanalni amaliyot o'tkazilganligi uchun u qanchalik darajada asorat berishi o'sha churrada nerv oxirlarining qaysi qismi joylashganiga qarab bo'ladi. U bola butun umr ichini tutolmasligi yoki peshob tutolmasligi yoki tananing pastki qismi ishlamay qolish asoratlari kuzatilishi mumkin. Agar uni ona homilalik vaqtida uni amaliyotini o'tkazadigan bo'lsa, bu asoratsiz bola, sog'lom bola tug'iladi. Mana shu ustida ish olib boryapmiz. Bu markaz imkoniyatlari haqida gapirganda, yurakdan hayrat uyg'otadigan zamonaviy uskuna va jihozlar o'z-o'zidan tilga tushadi. Masalan, markazda yangi 3 ta Tesla quvvati MRT apparati ishlaydi. U eng zamonaviy tekshiruv usullarini o'z ichiga olgan bo'lib, vizualizatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi. Xususan, MRT perfuziyasini o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Bu bosh miyaning ishemik o'zgarishlarni aniqlashda eng zamonaviy va samarador usul hisoblanadi. 2020-yilgacha yurtimizda bu tekshiruv usulini o'tkazish imkonini beruvchi MRT apparatlari bo'lmagan. Shuningdek, markazda PET-CT, ya'ni pozitron emission kompyuter tomografiyasi ham mavjud. U saraton tashxisini qo'yish uchun samarali va zamonaviy usuldir. Bu apparat kasalliklarni erta aniqlashga imkon yaratadi. Bundan tashqari, bu yerga mamlakatda yagona bo'lgan uzluksiz buyrak o'rnini bosuvchi terapiyani amalga oshirish imkoniyatini beradigan uskuna ham olib kelingan. Bu esa og'ir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan kichik yoshdagi bemorlarni uzluksiz 24 soat davomida sun'iy buyrak yordamida toksinlardan tozalash imkoniyatini beradi. Tibbiyot markazida ishlayotgan genetik laboratoriya irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlashga xizmat qiladi. Bemor naslidagi xavfli omillar endi e'tibordan chetda qolmaydi. Britaniyaning laboratoriyamizga qilgan e'tirofi bo'ldi. 1 yil davomida har oy bir martadan ular bizni 4 ta yo'nalish bo'yicha o'sha qon tahlillarini tekshiradigan laboratoriyamizni ham jihozini ham mutaxassisini imtihon qilib borishdi. 1 yil davomida har oyda o'sha 4 ta yo'nalish bo'yicha biomaterial bizga jo'natishadi. Biz uni o'zimizni o'sha laboratoriya uskunamizda tekshirishimiz va unga xulosa berishimiz, ularga javobini aytishimiz kerak bo'ladi. Bu 12 oy davomida har oy bir martadan takrorlanadi va biror marta xato qilmagan holatda mazkur RIKS sertifikati beriladi. Markazimiz laboratoriyasi xodimlari hamda laboratoriyamiz o'sha RIKS sertifikatini qo'lga kiritdi. Bu degani o'sha bizni laboratoriyamiz, markazimizning laboratoriyasi Yevropa darajasidagi e'tirof qilingan laboratoriya hisoblanadi. Bu ishonchlilik belgisi hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozirda hamyurtlarimiz chet elda davolanishni kamroq afzal ko'rmoqda. Aksincha, xorijliklar
O'zbekistonga shifo izlab kela boshladi. Hozirgi kunda bizni statistik ma'lumotlarimizga qaraganda 14 ta davlatdan bizni markazimizga murojaat kelyapti. Endi bizga chegaradosh bo'lgan hududlardan ko'proq va qo'shni bo'lmagan davlatlardan ham bizga murojaatlar mavjud. Endi to'g'ri, Hindiston, Turkiyadan kelmaydi. Yo'q, kelishadi. Sababi ba'zi bir holatlar bizda yaxshi amaliyot yo'lga qo'yilgan. Sababi shu turdagi amaliyotlarni O'zbekistonda bizni markaziy mutaxassislar tomonidan ko'p bajarilganligi uchun bizda malaka ko'proq hisoblanadi. Bolalar urologiya sohasida ayniqsa bizga o'sha Hindiston yoki Turkiyadan ham shu sohada murojaatchilar mavjud. Va bu hali boshlanishi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yaratilgan mazkur markaz faqat tibbiyot mo'jizasi emas, balki davlatimizning inson, ayniqsa bola hayotiga bo'lgan eng yuksak qadr-qimmatini ifoda etadi. Chunki bu yerda shifo soha bilimdonlarining qo'lida, umid davlat g'amxo'rligida va eng muhimi, kelajak hayot uchun kurashuvchi go'daklar ko'zlarida porlamoqda. Ular sog'lom o'ssin, qadam tashlasin, parvoz qilsin. Chunki yurtimizda har bir bola sog'lom hayotga loyiq.